Cumhuriyet Kamolat ko'rik tanlovini mutlaq g'olibi Ilhomjon Ibrohimov boshchiligidagi san'atkorlar nomidan xonadonga yaxshilik kunlar tilaymiz. Qolaversa bu yerda Marg'ilondan ham aziz mehmonlar o'tirishibdi. Mana Tafsir akam, hatto hojigalarimiz, ajoyib insonlar. Bular nomidan ham biz xonadonga yaxshilik kunlar tilaymiz. Iloyim hammanikida to'ylar bo'lsin, yaxshilik kunlar bo'lsin. Yaxshi qo'shiqlar, yaxshi mana bunaqa tabriklar bo'lib turibdi o'rtoqlar. Hammamiz hazilni yaxshi ko'ramiz. Bizi o'zbek xalqimiz ajoyib xalqmiz. Qaysi tomonga qarasak hazil bor, ko'chaga chiqsak ham hazil, uyga kirsak ham. Benarushayni kelgan shopirga 5000 so'm mukofot bor deb gay xodimlarga 5000 so'm berib katta yo'lga chiqarib yuborsa qarang, gaylar 3 kun turibdi, hamma narushinalik ketayotganimiz. Bu benarushayni keladigan shopir yo'q ekan-ku. Bu 5000 so'm hech kim nasib qilmabdi. Bor deb stollarni yig'ishtiramiz deb tursa gaylar uzoqdan bittasi Jigulida remenlarni taqib olgan, skors 40 degan joyda 40 ta benarushayni chiroyli bo'lib kelyapsa, gaylar ham xursand bo'lib ketib, "Ye ana benarushayni keladigan shopir ham bor ekan-ku, 5000 so'm shunga nasib qildi. Xayriyat deb tayog'i bilan chiqib, shopirni to'xtatib, "Kechirasiz shopir aka, u bilgayidan benarushayni kelgan shopirga 5000 so'm ajratishdi. 3 kundan beri turamiz, hamma narushaynalik keladi. Mana bugun endi yig'ishtiramiz deb tursak, mana siz benarushayni remenlarni taqib, skors 40 degan joyda 40 ta chiroyli bo'lib kelyapsiz. 5000 so'm sizga nasib qildi. Mana shu 5000 so'm olib qo'yasiz, gayi xodimi 5000 ni shopirga bersa, shopir 5000 so'm olib turib, "Rahmat aka, sizlar bizga 5000 so'm berdilaring, biz ertaga mana shu 5000 so'mga bitta pravo olamiz." Desa, "Iya, siz praves yo'qmi? Siz shopirning yonida xotin o'tirgan ekan, gapga aralashib, gayiga qarab, aka, ichvoyi odamni gapiga ham ishonaverasizmi? Odam ichib olsa nima desa deyoratda. Praves yo'q, unisiga ichib olibsiz. Bu qanaqa gap? Bu yoqqa tushunib tursa, orqada shopirning qaynonasi o'tirgan ekan, mashinadan tushib piyoda ketib o'ryapsa, haligi gayi, "Ey xola, to'xtab, qayerga ketyapsiz? Siz guvohlik berasiz" desa, "Bolam, qo'yaver. Men bu farosatsiz kuyovga aytdim, o'g'irlangan mashinada uzoqqa borib bo'lmaydi" deb turmush qarang. O'zi ajoyib xalq biz o'rtoqlar. Hazilda hammamiz yaxshi ko'ramiz. Gazetada shunday bir xabar yozib, gazetada shunday bir e'lon yozibdiki, 3 kilolik tovuq 8 kilolik tuxum tug'di. Desa qarang, jurnalistlar ham, operatorlar ham yugurib tovuqni katakni otarib topib borishib, katakka qarasa, bir kichkina tovuq katta tuxum yonayotganmish. Haldaqa jurnalistlar kirib tovuqqa qarab, "To'g'ay, siz mana 3 kilo yegansiz. 3 kilo yegansiz-ku, 8 kilolik tuxum tug'ibsiz. Buni muvaffaqiyati qanaqa desa, men buni muvaffaqiyatini bilmayman. Buni borib xo'rozdan so'raylar." Dusoliga jurnalistlar xo'rozdorga borib, "Xo'roz aka, sizni tovuqingiz qarang endi bu o'zi 3 kilo ekan-ku, 8 kilolik tuxum tug'ibdi. Bu muvaffaqiyatga qanaqa qilib erishdingiz?" desa, "Tovuq, xo'roz, men bu muvaffaqiyatga qanaqa qilib erishganimni bilmayman-ku. Ammo tuyoqishni ushlab olsam, enasini ko'rsataman" demişlar. Ajoyib bo'ladi. Ayniqsa mana ayollarimiz, ayollarni hurmat qilamiz, erkaklarimiz undan ajoyib qarang. Bizi onamlar, bizi do'stlarimiz hazilni yaxshi ko'ramiz. Biz tomonlarda hazil ko'p. Mana mana shu yerda har xil odamlar o'tiribdi, hali aytdik, ichingizda doktorlar bo'lsa xafa bo'lmasin. Doktorlarga ham bitta hazil bor. Qarang endi doktorlar shunday bo'larkanki, ular ham kasal bo'lib qolar ekan. Bir ulug' vatan urushi veterani otaxon doktorning oldiga kiribdi. Bola, shu ko'chada yurgim kelmayapti, mazam yo'q, meni ko'rib qo'ymaysanmi desa, "Keling o'tiring, nima bo'lyapti?" "Bilmayman, madorim yo'q." Doktorlar bilasizlar, darrov davleniyani o'lchaydi. Otaxonning qo'liga davleniya o'lchaydigan olib, u baylab doktor ham qilib tonometrga qarab, yana boshqalardan damini chiqarib turib, otaxon qo'rqib ketib, "Doktor, menga g'alati qilib qolding, kasalim opasniy ekanmi? Kechirasiz otaxon. Men 20 yildan beri doktorman-u, bunaqa davleniyani ko'rganim yo'q. Nima bo'pti meni davleniyamga? Davleningiz nolni ham ko'rsatmayapti, nol ham yo'q. Qanaqa qilib ko'chada yuribsiz? Shunga hayron bo'lyapman" desa, otaxon ham kulib, "Bolam, 20 yildan beri doktor ekansan-u, hech narsani bilmas ekansan. Protez qo'lda davleniyaga balo bormi?" dermish qarang. Mana bu ulug' vatan urushi yillarida ham, ulug' vatan urushi yillar, mana shu narsalar ham Xudo xolasa yaqinda
O'zimizning O'zbekistonda pullari chiqadi. O'zbekistonda pullarida ham Leninning rasm bo'lar ekan, lekin yelkasiga Amir Temur minib turar ekan. Ajoyib zamonlar kelib qoldi, qarang endi. Ulug' Vatan urushi yillarida qarang, bir tomonda Sovetlarning batalyoni, bir tomonda Nemislarning batalyoni, Sovetlar tomonda hammasi o'zbeklarmish. Yalangli joy, boshingizni ko'tarsiz o'qtayadi, yetorsiz yorzaq. Shunda biz tomondan bitta odam borib qolgan ekan, komandirga aytibdi: "Ey o'rtoq komandir, otganimiz bilan o'qimiz padallanat nemislarga tegmayapti. Bularni otini chaqirib otaylik, o'qimiz ham hayib ketmaydi" desa, "Iye, Toshtemir aka bilasizmi nemislarning otini?" "Bilaman. Chaqirib otingchi." Toshtemir aka vintovkani o'qlab nemislar tomonga qarab chaqirib yoribdi. Gans! Gans! Nemislardagi o'qdan bittasi, paqa to'g'daribdi. Yana o'qlab Adolf! Adolf degan nemis, paqa tunam o'g'daribdi. 25 tasini terib olgan. Otto! Otto! Nemislar ham tushunib qolib turmay yotorgan ekan, biziklar Toshtemir akani maqtab ketibdi. Malades Toshtemir aka 25 tasini yer tushirib yordingiz. Gap yo'q sizga deb tursa, nemis ichida gapga ustasi bor ekan, u ham komandirga aytibdi. "Hay general, ana o'zbeklar otimiz aytib rosa otishdi-ya. Biz ham ularni chaqirib otmaymizmi?" "Bilasanmi o'zbeklarni otini?" desa, "Bilaman. Chaqirib otdi." Nemis ham kaskani yechib, avtomat to'qlab o'zbeklar tomonga qarab chaqirib yoribdi. "Toshtemir aka! Toshtemir aka!" Bir soat Toshtemir kelib chaqiribdi, o'zbeklar tomonidan ovoz kelmasa, nemis ham zerikib ketib, bor edi yotorsa, ikki tomon ham jim bo'lib qoldi. Ozgina o'tgandan keyin o'zbeklar tomonidan ovoz kelibdi. "Toshtemir akani kim chaqirdi?" Haligini ham shashilib o'rnidan turib, "Man" deb paqat uni yomondan olgan ekan.